Assalomu alaykum. Demak, bugun biz siz bilan Learning Apps onlayn platformasini o'rganishda davom etamiz va bu bizning darsimiz. Demak, bugun biz siz bilan Learning Apps'da topshiriqlarni bajarishning birinchi usulini ko'rib chiqamiz. Ya'ni, birinchi topshiriq usuli. Buning uchun yangi topshiriq yaratishimiz uchun biz yangi mashq qismiga o'tamiz va bu yerda bizga xuddi mana shu ko'rinishdagi topshiriqlar turlari berilgan. Va biz bu yerda birinchisini kirib o'rganib chiqamiz. Demak, ustiga bosadigan bo'lsak, bizda xuddi mana oyna hosil bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, sizda shu topshiriqqa misol berilgan. Demak, biz o'zimizni topshirig'imizni yaratishimiz uchun yangi mashq yarating tugmasini bosamiz. Va bizga xuddi mana shu oynani ochib beradi. Mashq nomi degan qismiga biz o'z mashqimizni nomini yozamiz. Masalan, my first exercise. Davom etamiz. Demak, vazifa tavsifi. Vazifa tavsifi bunda boya ko'rgan bo'lsangiz, topshiriq bajarishdan oldin, ya'ni start berilishidan oldin sizga kichkina to'rtburchak ichida mashq haqida berilgan. Va bu narsa hozir shu narsa o'sha narsa bilan bir xil. Hozir biz o'z topshirig'imizga ta'rif berib o'tamiz. Ya'ni siz bu topshiriqda nimani moslashingiz kerak? Xuddi mana shuni aytib o'tamiz. Masalan, biz hozir rasmlarni izoh bilan moslang deb kiritsak. Endi topshiriq tayyorlashni boshlaymiz. Demak, birinchisi keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, juftliklar. Juftliklar deyilishiga sabab har bitta juftligimizda ikkitadan element va biz mana shu ikkita elementni topib turib bir-biri bilan birlashtirishimiz kerak. Endi demak, birinchi juftlikdagi birinchi elementda biz mana shu narsalardan foydalansak bo'lar ekan. Bunda matn, rasm, ovozli matn, audio va videodan foydalansak bo'ladi. Ikkinchi elementimizda ham xuddi mana shu narsalardan bittasidan foydalansak bo'ladi. Hozir biz har biriga bittadan misol ko'rib chiqamiz. Masalan, biz birinchisiga matn bilan matnni birlashtiradigan topshiriq beradigan bo'lsak, buni yozamiz. Masalan, birinchisi kompyuter asosiy qurilmalarini toping deb qo'yadigan bo'lsak, ikkinchisiga yana matn yozsak va bu yerda biz kompyuter asosiy yozamiz, ya'ni shu savolimizga javobni yozamiz. Bunda bizda kompyuterning asosiy qurilmalari monitor, sistema blok va klaviatura deymiz va keyingi elementni qo'shishni bo'lsak, bizga ikkinchi juftlik uchun topshiriq ochib beradi. Masalan, biz ikkinchi juftlikda rasm yuklaydigan bo'lsak, bu yerda rasmni ustiga bosadigan bo'lsak, bizda shu oynani ochib beradi va bu yerda biz 3 xil usulda rasm yuklashimiz mumkin. Lekin bizga asosan 3-usuli ancha qulayroq, osonroq bo'ladi. Masalan, birinchisida Wikipedia. Biz biladigan o'sha Wikipedia foydalanganimizda o'sha Wikipediyaga joylangan rasmlardan foydalansak, URL manzilini, havolasini kiritsak chiqadi. Ikkinchisida bo'lsa havola orqali qidirtirsak. Bu yerda aytib qo'yibdi, rasmingizning web manzilini ogohlantirish bilan bu yerga nusxalang deydi. Ya'ni bu o'sha havola orqali siz tanlagan rasmni topib sizga ko'rsatadi topshiriq. Keyingisi esa rasmni bu yerga sudrab tortib, ya'ni kompyuteringizdagi yuklangan rasmdan o'zingiz xohlaganingizni tortib olishingiz va bu ancha qulay. Va biz hozir mana foydalanamiz. Demak, masalan, biz shu birinchi rasmni tanlaydigan bo'lsak, rasmni yuklaydi. Rasmni yuklaganidan keyin biz juftini ixtiyoriy bo'limdan tanlashimiz mumkin. Masalan, qo'shishimiz mumkin. Shu rasmga doir rasmni qo'shishimiz mumkin. Audio matn qo'shishimiz mumkin.
hozir boshidan qilishga harakat qilamiz. Hozir bizda internet rasm. Keyin ikkinchisini ochishga harakat qilamiz. Rasm yuklandi. Ustiga borsangiz qaysi rasm yuklanganini ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda kichkina qilib ko'rsatib. Endi esa ikkinchi elementni tanlaymiz. Masalan, rasm va matnni birlashtirmoqchi bo'lsak, bu yerga endi biz quyosh deb qo'ysak. Quyoshning rasmini yuklab, qo'shimcha quyosh deb qo'ysak. Masalan, endi keyingi elementni qo'shish orqali keyingi juftlikni yaratib olamiz. Masalan, endi bu yerga audioni moslashtiradigan bo'lsak, audioda bu yerda ko'rsangiz, вставьте сюда YouTube. Ya'ni biz YouTube'dan olishimiz kerak. Boshqa ssilkani o'qimang. Endi YouTube'ga kirib turib, masalan, mana shu yerda ixtiyoriy bo'lgan videoni shu tepadagi havolani nusxalab olamiz. Bu yerga tashlaymiz. Keyin bu yerga tushdi. Vaqtini bosib turib, bu yerda o'zimiz vaqtini belgilashimiz mumkin. Biz yuklagan YouTube audiomiz 14 daqiqalik ekan. Demak, masalan, Once upon a time, in the middle of a cold, snowy winter, a queen sat by her window. 10 daqiqa yo'q, qarang. 10-da shuni 5 daqiqagacha qo'yib qo'ysak, masalan, bu yerda qarang. 00, ya'ni video boshlanganidan 11-daqiqagacha bo'lgan qismi degan bo'lsa, bu yerda shu so'zlashimizni saqlaymiz. Bu yerda mana vaqtimizni so'zlaganimiz ham saqlandi. Va endi biz buni yana keling matn bilan birlashtiramiz. Rasm bilan birlashtirsak ham bo'ladi, matn bilan birlashtirsak ham bo'ladi, audio bilan birlashtirsak ham bo'ladi. Demak, biz hozir audioni filmimiz qanday multfilm Snow White and the Seven Dwarfs, ya'ni Oy va Yetti Gnom. Demak, bizda 3-topshirig'imiz ham bor. Endi keyingisida bo'lsa, biz video yuklasak, videoni YouTube'dan olamiz. Keling, yana shuni yuklaymiz. Nusxalaymiz va ssilkasini joylaymiz. Использовать video. Bu yerda videomiz joylandi. Endi tin ham daqiqagacha qo'ysin. Bu yerda ko'rsangiz, mana kichkina qilib 12-daqiqagacha qildi. Desa, 30 soniya. Shuni xuzaman edi. Vibrat atrofga 2-daqiqagacha. Endi bu yerga esa multfilm. Mana biz o'z topshirig'imizni, qisqagina topshirig'imizni yaratdik. Endi buni bizga tushadigan bo'lsak, qarorga ta'sir qilmaydigan qo'shimcha ammo ixtiyoriy elementlar. Ular ixtiyoriy bo'ladi. Agarda qo'shishni istasangiz, qo'shishingiz mumkin, lekin bu unchalik ham zarur emas. Keyingisi to'g'ri shakllangan juftlik o'chirish. Ya'ni siz moslikni to'g'ri topsangiz, bu juftlik o'chiriladi. Ekranda turadi. Bu juftlik o'chiriladi va ekranda turadi. Buni bosib qo'ysangiz, agarda siz buni галочканы bosmaydigan bo'lsangiz, qachon siz shuni tekshirasiz, mana shundagina o'chib ketadi. Menimcha o'chib ketgani ma'qulroq, o'zi avtomatik tarzda o'chib ketgani ma'qulroq. Keyingisi rang berish kartalari. Guruhlar bo'yicha kartochkalarni bo'yashga to'g'ri. Keling, mayl bo'yaymiz buni. Keyin bir-birining ustiga qo'yilgan kartalar, ya'ni